Elit Samarqandning boy an'analari va zamonaviy ishlab chiqarish tajribasini o'zida uyg'unlashtirgan yirik maishiy texnika ishlab chiqaruvchilardan biridir. Bugun Samarqand zaminida ishlab chiqarilayotgan Elit mahsulotlari minglab oilalarning kundalik hayotida ishonchli yordamchiga aylanib ulgurdi. Kompaniyaga 2007-yilda asos solingan bo'lib, faoliyat ilk elektr mini pechlarni ishlab chiqarishdan boshlangan. Yillar davomida Elit rivojlanib, yangi ishlab chiqarish yo'nalishlarini yo'lga qo'ydi va bugungi kunda maishiy texnikaning 10 turidagi 70 dan ortiq modellari ishlab chiqarilmoqda. Elit Group nafaqat ishlab chiqarish, balki ta'lim sohasida ham faol ishtirok etib, Elita akademik maktabi va Oriental universiteti loyihalari orqali yosh avlodning bilim va salohiyatini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Bugungi kunda kompaniya tarkibida 1000 ga yaqin xodim faoliyat yuritmoqda. Zamonaviy korxonalar, tajribali mutaxassislar va kuchli jamoa mehnati natijasida mahsulotlarning mahalliylashtirish darajasi 70 dan 80% ga yetkazilgan. Har bir mahsulot qat'iy sifat nazoratidan o'tkaziladi va xaridorlarga 3 yil bepul servis xizmati taqdim etiladi. Bu esa Elitning sifat va mijozlar ishonchiga bo'lgan yondashuvini namoyon etadi. Bugungi kunda kompaniya mahsulotlari nafaqat O'zbekiston bo'ylab, balki Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Rossiya va Afg'oniston kabi davlatlarda ham o'z iste'molchilariga ega. Elit bu shunchaki maishiy texnika emas. Bu oilalar uchun yaratilayotgan qulaylik, yillar davomida shakllangan ishonch va kelajak sari dadil odimlayotgan milliy brenddir.